Assalomu alaykum. Siz uchun kanalning obunachilari, tomoshabinlari. Yana siz va sizning xonadoningiz uchun do'stlar, mana bunday ko'chatlar, gullar sotiladigan joy qilganmiz. Bular haqidagi ma'lumotlarni xudo xohlasa sizlarga olib beramiz do'stlar. Mana bu yerda daraxtlarimiz, mebeli daraxtlar ham bor ekan. Bular haqida batafsil ma'lumotlarni olib beramiz do'stlar. Bularni bari siz va sizning xonadoningiz uchun bo'ladi do'stlar. Videomizga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Do'stlar, bu tomonda terak ko'chatlari ham bor ekan, mana terak qidirib yurganlar uchun. Do'stlar, bular esa pavilyon daraxtlari ekan. Bu o'sha mashhur bo'lgan pavilyon daraxtlari. Do'stlar, bular haqida xudo xolasa ma'lumotlari, narxlari bilan tanishtiramiz. Bizdan uzoqlash. Do'stlar, manzilimiz Chorsu G'ishko'prikdan eski mol bozor tomonga yurganingizda Bahor milliy taomlari ro'parasiga joy ekan do'stlar. Ana kelarsiz yo'l bo'yida telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqasizlar, hammasini batafsil tushuntirib qo'yishadi. Do'stlar, endi bular haqida ma'lumotini va narxlari bilan tanishtirib beramiz. Xudo xolasa boshlaymiz. Xo'p, mana archa raftimizdan boshlaymiz yo'qsa. Xo'p, aka, buni nomini nima deydi, nomlarini? Gold archa deydi. Bu Turkiya, Yevropa gullaliga archalari. Archalarning narxi hop 400 ming, 450, 500 ming atrofida bo'ladi. Mashinalari hozirgi holati 400 ming, katta kichikligiga qarab narx o'zgarishi mumkin. 600 minggacha bo'ladi. 600 minggacha bor. Bular o'zgarishi yaxshimi bizning iqlimlarga, nimalarga? Moslashuvchan, juda moslashuvchan. Mana do'stlar, archa. har xillari bor. Mana bunisi ham o'sha yaltiroq archa, o'sha bunga o'xshashib ketadigan kuya archamiz deyiladi. Bunisi 200 ming so'm, 250 ming so'm. Ularga qulayroq narxlar bor ekan. Mana bu hop ionomiz, hop gullari 3 xil 4 xilligina sortlari bor. Hop bularni ham imkon qadar arzonroq qilib beriladi. Endi narxi 400, 450 shunaqa 350 ming so'mga ham bor endi. Katta kichikligiga qarab. Hop. Keyingilarimizchi. Mana bu qanaqa daraxt? Bu bozonda nima? Yo'q, bu aliginaqa lavroviy les. Lavroviy les. Bozon bargiga o'xshargan. Bu 150 ming so'mdan qilib beraman. Bu ham har xil navlar aliginaqa kichikliklari bor. Hozircha bitta qolgani. Bor. Hop. Bularimiz-chi, mana ularimiz. Bu o'zimizda haliga sekas guli, xona guli. Hop. Yoshi chiroyli, boshqa o'rta yoshda mana shunaqa 300-350 ming so'mdan qilib beriladi. Bash turishimi? Tagidagi tuvalari bilan 400 ming so'm. Dekorativ tuvalari bilan. Bunaqasi gulli o'zi bo'lsa 300 ming so'm. Do'stlar, mana bu gul. Kamilla gul. Bu qaysi davlatniki asosan? Mahalliylashtirilganmi? Bu ham Yevropa, asosan hozir Xitoy davlatidan kelibdi. Hop. Buni ham har xil 50 ming so'mdan tortib 400 ming, 500 minggacha bor. Bu mashu turishi, mashu holati hozir 200 ming, 250 ming atrofida bo'ladi. Buni ham o'zi yerga o'tkazsa bo'ladi. Yerga tayyor turibdi. Qishga ham zo'r chidayveradi. Faqat yozni issiq kunlarda salaliga oftobga himoyalash kerak yo bir salqinroq joyga moslab ekish kerak. Hop, keyin mana bunaqa igna bargli deydimi? Archalar. Archa bu Qirg'iziston archalaridan Tiyansha archa deyiladi. Bo'yi 2,5 metrgacha bo'lgani. Ashlar misol 1,5 million so'mdan beriladi. Shu holatda 1,5 million so'm. Mana bu shakl berib qo'yganimiz uchun oradagisi do'stlar. Va chiroyli shakl archalarimiz o'sha bonsai archalar. Bu ham shakl berilgan archalar. Sort zotdor archalar. Chiroyli parvarish berilgan. Buni necha kundan chiqadi? Hop, bular mana uları 2 milyon so'mdan atrofida, 1 milyon 800 ming, kattasi shunaqa shiroqlari 1,5 million atrofida bo'ladi. Chiroyli ishlov berib qo'yilgan, mehrli. Mana ular ham bor. Mana ionomizga shtampiviy qilinganlari bor. Bular ham 1 million 200, 1,5 million atrofida bo'ladi. Tush turishida shunaqa chiqadi. Manzaraga chiroyli bo'ladi. Hop, bularimizni tanishtirmadik-a?
Bularımızchi. Bu Fatine gul, bu haligi gullamaydi, atirgulga ham o'xshashib ketadi. Tepasida mana yangi chiqqanlari xuddi bir gulga o'xshab ko'rinib Dekorativ. dekorativ. Qanaqadir o'ziga xos manzara. Do'stlar bular zeleniy zona cho'qda chiroyli tushadi. Landshatga boshlaga zo'r aytadi. Necha xil ochilib nima bo'ladi? Ranglar necha xil bo'ladi? Buni hozir bizda 2 xil, 3 xil sorti bor. Gullaydigan sorti bor, bagi yeriga bor, maydasi bor bargi. Hammasi ham o'ziga xos chiroyli sifat. Chiroyli. Bu haligi o'y holatiga moslab, agratiga moslab qaysi bir xil tushsa berilaveradi. O'zimiz tanlab tushuntirib beramiz. Xo'p, keyingilar mana bu Palma daraxt. Bu o'zi mahalliylashib ketgan daraxt. Palma ko'chati. bizni iqlimga yaxshi. Ha, moslashuvchan. Bu sovuqqa ham, issiqqa ham chidayveradigan. Juda ma'qul tushadigan ko'chat daraxt. Necha pul chiqadi bunimiz? Mana shu holatdagisi bir 600 ming, 650 ming so'm. Sorti yaxshisidan bu haligi barglari ham o'sib ketadigan. Holatda o'zi titi holati. Xo'p, do'stlar mana bu tomonda ham yana o'zgachalari, boshqachalari bor ekan. Mana o'zimizni anor daraxtiga ham o'xshab ketarkan barglari. Xusus daraxti, bu ham mahalliylashib qolgan ancha agrot landshatlarga zo'r turadigan. Qishin yozin bargini to'kmaydi. Manzara har xil turaveradi. Holatda turadi. Mana shunday turadi. Juda ajoyib ekan. O'sishi ham sekin, har xil shaklli qilib chiqarib bersa bo'laveradigan. Qishda ko'zga juda ham o'zgarib Turaveradi. ko'rinadi. Qishda ham u haligi qattiq anomal sovuqlarga ham chidaydiganda. Necha pulga chiqadi o'zi shu holati? Shu holatda 120 ming atrofida bo'ladi. Shuni mana u kichiklari bor, bular hop 40 ming, 50 ming Mana do'stlar, bo'ladi. Mana shu xudo holatda. sizlarga kichikroqi kerak bo'lsa, o'zim katta qilib olaman degan bo'lsa-ni, bemalol mana kichikroqlar ham bor ekan, taklif qilishaveradi. Hop, yana qaysi birlarimiz bor tanishtirmagan? Mana Bu yosh kattaroq archalarimiz ham bor ekan. Mana bu yana boshqacha, rangi sal ochroq ekan. Ha, bu Goluboy yel, Serebresti yel archalarimi deydi bular. Qirg'iziston, Yevropaning archalari. Hop, mana shu holatdagilari o'zi bo'yi 1 metrliklari hop 1 million 200 ming atrofida bo'ladi. Buni 500 mingdan tortib 2 million so'mgacha bo'ladi. Endi sifatiga qarab shakl qilib, Ya'ni ishlov berilsa sal narxi o'zgaradi. Mana bu katta archalarimiz-chi mana bularimiz. Bular majeveniy archalar. Hop, agrajnenalarga, yo'l yuzlarga ma'qul tushadigan archa, havoni tozalaydi, kislorod chiqaradi o'zidan. Bularni hop har xil razmdagilari bor. Hop 40 ming so'mdan 250-300 ming so'mgacha. Mana shu holatdagisi hozir 250 ming so'm bo'ladi. Menga katta kerak desa, kattaroq, kichik kerak desa, kichigini to'p berilaveradi. Bu yerda bor. Hop, mana daraxtimiz qanaqa daraxt? Bu mevali ko'chat. Bu bodom daraxti. Bodom daraxti? Ha. Ya'ni ancha katta bo'lib qolgan ekan bular do'stlar. Mevaga tayyor shunday bo'ladi. Deydi, o'sha o'tga ayli hosil ham bergan. Endi katta daraxt shu yil hosil beradi deydigan klientlar ham kelib qoladi. Shularga o'ylab olib qo'yganmiz. Do'stlar, mana meva menga tezroq mevaga kirsin deganlar uchun hech pul tayyor shuni olib boradi, xudo xolasa o'sha mana kurtagan uchun boshlab qolgan. Tayyor bo'lib qolibdi. Hech puldan chiqadi. Mana shunda 250 ming so'mdan gapiramiz. Bular 250 ming so'mdan ekan do'stlar. Hop do'stlar, endi mana bu pavliona daraxtlari do'stlar bizda rosa mashhur bo'ldi. Juda ham Pavliona daraxti. Yog'och yaxshi ekan. Aha. Hozir bularimiz necha yillik pavliona? 1 yoshlik. 1 yoshlik. Hop 1 yoshlik ko'chat. Hop 4 yil, 5 yilda o'sha tayyor bo'ladi. 1 yilda 2 metrdan 4 metrgacha, 5 metrgacha o'saveradi. Beor haligi chidamli daraxt. Suvli joylarga juda ma'qul tushadigan daraxt. Hop. Narxlar necha puldan chiqdi hozir? Narxlari hop. Narxi hop 10 ming so'mdan tortib o'sha bir
30 ming 40 ming so'm atrofida bo'ladi. Bu ham katta kichikligiga qarab do'stlar. Katta kichikligiga qarab pul beradi. Hop, buni musicha qanaqa tera daraxtmi bular? Bu Kaliforniya daraxti. Ya'ni yumshoq. Yumshoq bo'ladi. Bu ham 1 yoshli, 1 yillik ko'chat. Narxi mana shu holatdagisi 5 ming 6 ming so'mdan qilinadi. 6 ming so'm. Yashikchilarimiz uchun juda ham yashik ma'qul daraxt bo'ladi. Rivojlanib ketadigan daraxt. Tez rivojlanadi. O'zbegim haliginaqa daraxt bor, O'zbekiston zil terag'lar bor. Ya'ni to'sinlikka, lagalikka ishlatiladigan onavimizdagilar do'stlar. Hop, bularni hop 4 ming so'mdan o'sha 15 ming, 20 ming, 18 ming atrofidagilarga bor. 1 yosh, 2 yoshli ko'chatlar. Mana do'stlar, bu ildizlari taglari bilan juda ham böyle chiroyli holatda ekan, ya'ni baquvvat turgan, ya'ni yoshi kattaroq ekan bular, ancha har xil enaytigi, har xil manzarali, mevali daraxtlarning har xil turlari bor. Hop, pistalargacha bor, dekorativ daraxtlarimiz ham bor. Mana bu tarafga yuringda tepada o'sha dekorativ daraxtlarimiz. Do'stlar, mana bu yerda dekorativniy daraxtlarimiz ham bor ekan. Xo'p, do'stlar, bu yerda kashtan daraxtlari ham bor ekan. Dekorativ manzarali, misol yo'l yuzlarga, shunaqa joylarga dekorativ daraxtlarimiz ham bor. Oqqayin daraxti bor mana bu. Hop, chinor so'raganlarga chinor daraxtlarimiz bor, 2 yoshli chinor, mana 1 yillik, 2 yillik. Taglarini ham chiroylab qaraverishlarga o'rab Kashtan daraxtlarni ham hop 2 yoshdan tortib 5 yoshgacha bor hozir, katta kichikligiga qarab. Bundan chiqadi hozir. Kashtan daraxti hop 80 ming so'mdan 400-500 ming atrofgacha bor. Katta kichikligiga katta kichik razmlarga qarab. Manaqa gullarimiz ham bor, xona gullarimiz ham. Do'stlar, mana bu tomondan mana ajoyib tayyor holatda. Hop, qora shahzoda gullar. Shahzodalar. Bular endi hali xona kun sal sovuqligini hisobiga endi xonada saqlab boshqa turibmiz. Hali gullarimiz ko'p, o'yda sekin isishiga qarab chiqiladi. Kotej forma qilib qurilgan uylarga, katta hollarga qo'yib qo'yishadi, ko'proq unaqa dizayn qilish villarada. Do'stlar, mana archa daraxtlarimiz ham har xil katta kichikdagi, mana palma daraxtimiz. Do'stlar, bor ekan, kelaverasizlar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib. Hop, qanaqa xizmatlar bor sizlarda? Faqat xizmatlar, sotish, ekib berish, pul o'tkazish yo'li bilan ham haliga kelishaveramiz. Har xil ekib berish, lamshat qilish, dizayn qilish, har xil maslahatlarni beramiz. Agar ekiladigan bo'lsa, borib ekib, chiroyli qilib, o'zimiz manzara qilib, tushuntirib, do'rlab berish, uni haliga parvarishlash hammasi bor, xizmatlari bor. Har xil haliga to'lov usulida ham kelishib, haligini qilaveramiz. O'zingni dizayn qilib ham aralashtirib, maslahat beramiz. Ko'rinishiga qarab, agrotinni misollariga qayga qanaqa ekilishini tushuntirib, maslahatni berib, ma'qul kelib, kelisha olgan holatda qilib beriladi. Malol aloqaga chiqaverasizlar, akalarimiz xizmatda bo'lishadi, manzilni tushuntirib qo'yamiz. Do'stlar, manzilimiz Chorsu G'ishko'prikdan eski Mol bozor tomonga yurganingizda Bahor milliy taomlari ro'parasidagi joy ekan do'stlar, ana kelaverasiz, yo'l bo'yida telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqasizlar, hammasini batafsil tushuntirib qo'yishadi.